Bunaqasini menimcha sizlarga hech kim ko'rsatmagan. Mana shu narsa kuniga bemalol 100-150 dollar foyda qilar ekan. Qaranglar, bismillah. 250 gradus ekan. Qaranglar. Hozir buni nimaga ishlatilishini sizlarga ko'rsataman. Xuddi shu hozir chiqqan qoliplarga quyilish jarayoni birinchi sloy bo'lgan, ikkinchi sloy orqa tomonini quyishyapti. Mana shu qoliplarni olib sizlar ham ishlab chiqarishingiz mumkin. Bu qolipni narxlari 130 dollardan boshlanar ekan 1 kvadrat metri. 15-20 kvadrat olib ishlab chiqarish yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa qolip kerak bo'ladi va mana shunaqa misharga kerak bo'ladi. Mishargada aralashtirib, quyib, bu yer quritish xonasi, ya'ni suchilka mana shu fasadni plitalarni quygandan keyin bu yerda quritish kerak bo'ladi. Bir kun davomida tayyor bo'ladi. Qurib bo'lgandan keyin bemalol buni chiqarib, sotuvga jo'natsangiz bo'ladi. Aytib o'tirganimdek, qoliplar 130 dollardan 200 dollargacha davom etadi. Bemalol uy sharoitida oilaviy qilsanglar ham bo'ladi. Undan ko'p odam kerak emas. 2 kishi kifoya qiladi azizlar. Bunga ketadigan mahsulotlar oddiy o'zimizda metpesok, sement va suv. Har xil rangli ishlab chiqarmoqchiz, har xil pigmentlar kerak bo'ladi. Ular Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham buni mahsulotlarining xomashyorlari bor. Gold Clinkerga yetib kelganmiz. Gold Clinkerda shunaqa qoliplardan 50 xildan ortiq turdagilari bor. Ya'ni mana shu yerdan xohlaganingizni, fasoningizni tanlaysiz, shuni qolipini olib ketib, o'zingizning shahringizda, o'zingiz davlatingizda bemalol ishlab chiqarish yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Buni minimal narsalar 5000 dollar bilan boshlab yo'lga qo'ysanglar bo'ladi.